opa ikkita tug'ruqdan keyin spiral qo'ydirganman. Oldirganimdan keyin 2 yildan beri homilador bo'la olmayapman. Har oy hayzim keladi. Agarda sizda hayzingiz har oy kelayotgan bo'lsa, katta ehtimollik bilan ovulyatsiya bo'lyapti sizda. Endi siz 3 ta tekshiruv asosan o'tkazishingiz kerak. Birinchi o'rinda eringizni spermogrammasini ko'rish kerak. Agar eringizda spermogrammasida o'zgarishlar bo'lmagan bo'lsa, sizda aniq mexanik to'siq bo'lishi mumkin. Yoki bachadon naylari o'tkazuvchanligi buzilgan yoki bachadon bo'shlig'ida qanaqadir poliplar yoki fibroz yoki sinixiyalar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda biz nima qilamiz? Bachadon naylari o'tkazuvchanligini rentgen, ya'ni GSga tekshiruv orqali tekshiramiz. Undan keyin agar bachadon naylari ochiq bo'lsa, faqatgina gastroskopiya tekshiruvi orqali bachadon bo'shlig'ida qanaqadir hosilalar yo'qmi, poliplar yo'qmi, homilador bo'lishingizga mexanik to'siqlar yo'qmi, shuni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Katta ehtimollik bilan sizda mexanik to'siqlar mavjud bo'lishi mumkin.